5,5 million so'm kami ham bor aka. 25 million bolasi. O'zim ham qo'ydim. 25 million, 25,5 million bolasini xunachilarni ham qo'yganman. Hop. Endi mashina yengil keldi, puli yengil aka. Baraka topsin. Olgan odam. 25 Ahmadjon sizdan olgan odam duo qilsin. Otangga rahmat o'g'lim. Haqiqatdan arzonchisan ekan. Ko'p emas ama. Ha o'tasizda endi o'zingiz. O'zlariga o'tib beradi. Mana bolasini ovoz bo'lsin deydiganlarga 25 millionga bolasi buqacha. Bolani o'zi qoplab qo'yadi. Yana bolani pulini qochirib qo'ysa aka, bolasi ham onasini o'zi 20 dan oshiq bo'ladi. Ay, конечно. Bolasi 20 dan kam bo'lmaydi. 2 oy emizsinmi? Mashina kuzga borsa 25 millionga sotsa, u onungacha qochib qolsa 1-2 oy bo'ladi. To'g'rimi? Bemalol bo'ladi. Yeyishidan umuman muammo yo'q. Xudo xolis. Elyor aka, bizga pulimiz jicha ozroq. 25 millionni kamida mollarni menga ko'rsatib bering. Olsam maza qilay, duo qilay, sog'ib ichay. Sizni ham molni kimdan olsam mana shu egasini ham duo qilaman degan hojina, hojatalarga sizlarga 25 millionda kamida mollar bor. Ishonasizmi? Bugungi video rolik nima desam bo'ladi? Saidi Jumoni hurmati bilan sizlarga juda ham arzon. Laklarni gumbillatib tashing, qarsillatib tashing, lak bosgan qo'linglar dard ko'rmasin. Endi sizlar bo'g'ozlarda aytishyapti 25 million, 28 million. Men sizlarga 25 millionga tish bosmagan, tish yalamagan. Bolachasi onasiga yetib dastiga ro'p qo'yganda sutga ishlaydigandan 25 millionni pastga qo'yib beraman. Biz bugun Andijonda marhamatini chapayib yetib kelganmiz. O'zingizlar juda ham yaxshi bilasizlar, marhamatlilar mard bo'ladi. Pullari esa hamyon bob, cho'ntay bob, hamma bobidan. Buni qarang, bolachasini ovoz desangiz, ovoz, xunajin desangiz, xunajin. Elyor aka, men ham yaxshigina daromad qilay, pulimga pul qo'shilsin. Sal bo'g'ozlarni olay, xudo xolsa yoniga bolasi tushib qolsa, maza qilib sotadigan bo'lsa, ertaga sog'ib ichay deydiganlarga biz bugun arzonchi Ahmadjonlarning xonadoniga yetib kelganmiz. 2026-yil 19-iyunni hafta kuniga kunlarning ulug'i bo'lgan Saidi Jumo. Hammalarni juma yomi bilan tabriklab, bolachasini qarang, mehribonligini. Zuvachkalari og'zida ko'yish qaytarib turibdi. Xohlasanglar bunisi, xohlasanglar bunisi, xohlasanglar bunisi. Sog'lom mol ko'yish qaytarib turadi. Bularda oshqozoni yaxshi ishlayapti. Mixni ham solsangiz yeydigan darajada zo'rda. Bemalol qo'shnimga ham, qarindoshimga ham, oshna-og'aynimga ham bir devor qo'shnimga tavsiya qilaman. Chunki haqiqatdan mollar arzon. Tan olish ham mard ishi deydi-yu, tan olish kerak. Otasiga, onasiga rahmat deyish esdan chiqmasin. Sizlar kutgan video bugun bo'ladi. Qani ketdik, birgalashib. Assalomu alaykum. Ahmadjon, sizlar bilan charchamayapsizmi? Xalq xizmatida. Sizlar bilan charchamayapsizmi? Navizlar qulluq bo'lsin. Ilohim biz obunachilar uydan mana shunaqalari bo'lsin. O'zi asli uchastkasida chiqarib turasidik. Mana xudo solsa navizlar bitkizibdi. Xudo solsa endi bundan buyog'iga yangi navizlar, yangi mollarni, ishonarli mollarni tavsiya qilaveramiz. Nima qilamiz? Bo'g'ozdan boshlaymizmi Ahmadjon? Bo'g'ozdan. Siz bilan kelishmay o'zi arzonchisiz, yana ham arzon qilib beraverasiz. Mahnolarni xohlagan kanaliga bozorga qo'yib, solishtirib, oxirgi o'rinda Ahmadjonga aloqa chiqarasiz. 1.17 mi? Aka 1.17, 15 ga olsin. Ha jonim sog'. Tepaga osganim sababi aka bosh ko'rinsin, oldidan o'tib kalasini tiqib olyapti. Asli hisobiga aka 15 ga olsin. Hozirroq oldingi yillari umuman osmas edi. Hech osmaganman. Hech yangi navesga. Gap yo'q. Chunki navesga ko'rsatasiz. Bo'laveradi. Kurashchilarini bir qator ko'rsatib qo'yamiz. Kurashchi yo'q bo'lsa kerak. O'zi ko'rinib turadi ashada. Kurashchi yo'q. Butun umri, kelajagi, hayoti oldinda. Shuning uchun aytyapman. Aka bitta narxni aytib ketaveramiz, ha. Mayli, yechib yetib. Joyini bo'shatoladi, bitta naryoqqa baylab olaman, aka qolganlarini ikki kelib bitta. Ha, bo'laveradi. Joy xorlik qilyapsiz. Mayli, xudo xolsa keyingilarga chiroyli qilib mana. O'zi chiqaryapmiz yangi navesda, yangi mollarni. Ahmadjon xunajin, kurashchini hali chiqarmagan. Xudo xolsa 15 yil, 20 yil sigir qiladi. Kim olsa ham. 6 oyda o'tgan. Ha mayli, ashida 6 oyda o'tgan bo'lsa 6 oyga olsin. Bola qo'liga tegan. Duoqsi. Keyin Ahmadjon, mo'qani begona bola ham yemorar ekanda, tanlamaydi ekan. Qo'yib yuboraman, bittatasini baylamayman. Masini ham qo'yib yuboraman-da. Hali qaynab qo'ymasin, olib baylab qo'yaman. Buni qarang. Hammasi bir-birini ham yurishaveradi. Yuvoshliklardan umuman. Ahmadjon buni 6 oyga oladi. 6 oyga oladi. 6 oyga oladi. Xudo xolsa yemog'iga, ichmog'iga bir hafta garantiyasi bor. Marhamatda manzil chapayipida turibdi. Ahmadjon, sizdan olgan odam baraka topsin. Xunajinni pulini ayting, haligi puli qisirdi puli bo'ladi xudo. Yo'q-a? Endi qisirdan jindek qimmatroq bo'ladi-yu. Bolasiga. Bolasiga.
Aka qisirini o'zini 15 millionga bermaydi-da, 15 tepasida. Hop. 15 millionga beraman deydigani bo'lsa, o'zim olaman qisirini mashina. Aha. 15 millionga men beraman deydigani bo'lsa, nomerimga telefon qilishaversan olaveraman aka qisirini. Qancha aytasiz? 18,5 million kami ham bor aka. Ana 18,5 million 18,5 million kami bor. Ahmadjon, Oh. lahta yo'q. Bugun juma hurmatdan yangi Navesga 1 so'm talashmaysiz. 18 million tiniq pul beradi. Yaxshi o'tib beraman deyapman aka o'zi. Yo'q. Ahmadjon endi boshidan boshlaydi 500 ming ichib olamas. Oldiran sotir. 18 million kami ham bor aka. Ha, joni hisob bo'lsin. Sizda qalay ko'paysin? 15 million tepasida aka qisirini o'zi. Qisirini o'zi 6 oydan o'tgan. Qalay arzonmi? Haqiqatdan arzon. Otasiga onasiga rahmat deb ketinglar. Qarang mollarni. Bugun haqiqatdan nechta moli bo'lsa hammasini arzon qilib beradi. Endi ikkinchi bo'g'ozimizga kelyapmiz. Ikkinchi bo'g'ozimiz ularlarda emlashlari bo'lgan 74-65. Qulog'idagi sirg'asi. Buni aka bir 18 ga olishaversin. Xo'p, 120 chiqyaptimi? 20 ga chiqyapti. Bo'ldi. 118 ga olaverasiz, 120 chiqyapti. Baquvvat ekanda. Qani 8-dan chiqaribdi. 8-ni chiqaribdi. Bo'ldi. Yoshga o'xshab turibdi, buni qarang. Men ham yoshli bo'lib. Ha. Endi misol, hali yerdan yulib yeganda Ahmadjon, hali birarga mol shunaqa bo'ladi. Yerdan yulib yesa, tishanab bo'ladi. Mayli uchinchisiga olaversin. Uchinchisiga, xudo xolasa bitta ro'zg'orni o'zimizga o'xshaganda boy qiladi. Sutini topshirib tursiz, bolasi o'tib yeb, enasini yemib katta bo'lib qoladi. Ahmadjon, nargisiga baylavering. Nargisiga mana shu yerda ham yetalab, ha. Yangilar bemalol. Ha. Ahmadjon necha oylik endi? Aka 7 oylik. Bo'ldi, 7 oy. Tegadi. Xo'p, 6,5 ga olsinmi? 6,5 oy olsin. Xo'p, 6,5 oyga olaversin. Oydan o'tgan bo'lishi ham mumkin aka. Endi 6,5 oy hisobida olsin. Chunki men buni o'zim yana bola sotganman-da bir pay. ha, Qochirib turib oldim qaytib o'zim. Mana. Sotdim. mana des yaxshi molligi uchun olgansiz-da. Mo'l aka xudo xolasa. Egasi ham yaxshi baqqan ekan-da. Ishlar yaxshi aka. Qancha qilib berasiz mana shuni Ahmadjon? Aka 19,5 million kami ham bor. 19 20 million. million demadim. Ha, endi 19 million. Yarashmaydi sizga. Bor baraka deng 19. Qilganlarga yaxshi tushib beraman dedim aka 500 ming so'm yana kamim bor aka 19 million so'm yana jinni o'tib ham beraman aka. Joningizdan yana telefon Bugun qilaverasiz. aka narxlari yengil xudo xolasa. Bolaliklari ham asli salkam bo'g'orga yaqin. Yo'q-a? Bugun nechta ikkita bo'g'ozingiz bor ekan? Bo'g'oz aka 4 ta yana bola. Voy chiroyligini qarang. Bolasi buqacha. Bolani ovoz aka. Ha, joni sog' bo'lsin. Shunaqa aka mana. Oq tutaylardan mazza qilib sog'aman deydiganlar. Xudo xolasa bozorga bormang sarson, Eloruzda mollar arzon. Nevarasi kelib sog'ib ko'rsin, dumini qimillatsa kelaveradi. Buta Ahmadjon anaqasini ko'rsatmadik, kurakchilarni. Zuvachkasi og'zida, sog'lom mol ko'rish qayta. 8-dan hali tenglamagan bular. Chiqarib 8-sini. Ko'rinishi ham chiqargan tenglamagan. Ha. Ko'rinish kattaga o'xshaydi lekin ko'pchilik Metr, mashinga metr so'raymiz. Metr so'raymiz. Bolachasi buqacha. Xudo xolasa buqacha xunajinni puliga berasiz. Bolasini xunajinni. Yalab qo'yapti, g'ash kelyaptimi? Ha. Bir 17 aka. 1.17. Buni ham 15 ga olaman. Ana bo'lmasa 1.17, 1.15 ga olaveringlar rozi o'zi. Lekin mashmolni ham arzon aytasiz. Ahmadjon bolasini olib kim olsa ham mazza qilsin. Bugun akapam hammasini narxi yengil. Yo'q, pul bo'shatish kelganda bugun ha. Ha, joningiz sog' bo'lsin. Pul bo'shatishga bolachasi buqacha. Mana xudo xolasa pochchamlar, bo'lsa aka bu idishni ko'rasiz. amakilar xudo xolasa jiyanni to'yiga eng katta buqani olib borsin. Katta qilib. Voy kirasallik. Chiydi, qarang. Ahmadjon nechta sut beryapti hozir bu? Buni aka yaxta ochib sog'madi. Hop. Oshganlarga yemiz boryapman. Ha. Bolasidan oshganlar. Bolasini lekin hammasi sutini ichi o'tib ketdimi yo'q. Qo'yib ko'rdim. Yo'q-a? Ichi o'tib ketdi. Sut qo'yiq ekan, ko'p ekanda. Ko'p ekan. Shunaqa sizlar ham beradi. Yaxshi baqadigan bo'lsa aka bu mollar sutini zo'r. yuvvoshligini ko'ryapsizlar o'zingizlar. Prosta Ahmadjon sog'mab. Sizlar ham 3-4 litr sog'ib, 3-4 litr sog'ib. Lekin bolani picha naqvaringlar. Sababi bola ko'p yeb qo'ysa ichi o'tib qoladi. Qonni orib qoladi. Shuning uchun qoqib sog'ib turib, bolasiga baribir hammasi yer olib qoladi. Ming qoqib sog'ib olsanglar. Xudo xolasa. Ahmadjon eng shirin joyda qoldik. Pulida hammasidan ham shirini. Novvos bolalikda 26-27 dan kam emasda. Ha. 25,5 million so'm kami ham bor aka. 25 million bolasi. O'zim ham qo'ydim. 25 million, 25,5 million bolasini xonachilarni ham qo'yganman aka. Hop. Endi mashina yengil keldi, puli yengil aka. Baraka topsin. Olgan odam. 25,5 million so'm. 25 Ahmadjon sizdan olgan odam duo qilsin. Otangga rahmat o'g'lim. Haqiqatdan arzonchisan ekan. Ko'p emas ama. Ha, o'tasiz endi o'zingiz, irimi. O'zlariga o'tib beraman. Mana bolasini ovoz bo'lsin deydiganlarga 25 millionga bolasi buqacha. Bolani o'zi qoplab qo'yadi. Yana bolani pulini mana
qochirib qo'ysa aka, bolasi ham onasini o'zi 20 dan oshiq bo'ladi. Конечно. Bolasi 20 dan kam bo'lmaydi. 2 oy emizsinmi uni? Mashina kuzga olib borsa 25 millionga sotsa, u 10gacha qochib qolsa 1-2 oy bo'ladi. To'g'rimi? Bemalol bo'ladi. Yeyishidan umuman muammo yo'q. Xudo xolis. Yo'q, ina bolalarda ham qarang, osgan yo'q, mana pastga baylayapti. O'zi osib prosta ko'rsatib olaylik dedik. Bu bola osmaydi. Osishni yomon ko'radi. Biri 15 dedim, aka mana bir ko'rsatib berasiz. Mana. Mana osgan joyimda biri 15 dedim, aka. Ha, mana osgan joyida. Bunda asha to'g'ri toshkent gapirgan ekansiz. Qizig'i yo'q aka. Ha. Omali qo'y. Osganim maqsadi aka, prostali boshini ko'rsatish xolos. Oxiriga qo'ymasin. Oxiriga qo'y. Mana videodan keyin tushirib qo'ydi. Ha. Endi buni ham boshlaymiz. Tutaylari ham zo'r ekan buni. Aka mana Zvachkalari og'zida. O, mazza qilar ekanda Ahmadjon. Rahmat aytadi buni. Buni qarang, kattaligini tutaydi, qarang. Oq susaylardan ekan, katta. Apparatga ham zo'r tushar ekan Ahmadjon, bilasiz. Apparatga katta yelim bo'lsa zo'rda. Buni qarang. Mana, hech kim turmaydi. 2 minutda bo'shatib qo'yadi. Ustodan bo'lsa deb. Ular yumshoq aka. Mana bo'lmasa. Buniki 27 mi? Yo'q. Yo'q, 17. 18 ga olishimiz. Bo'ldi. 17 deng. 17 olaversan, ha, 1.17. 2 xil gapirishdi demasan aka, bir ko'rsatib qo'yinglar mana shuni. Mana men qarang. Mana aka. Pastdan olib boryapmiz-da. Mana o'zi asli 19-18 ga 17 ga olaverasiz. 17 ga olaversin. Ana bo'lmasa. 17 ga ko'yish qaytarib turgan joyiga. Zvachkasi og'zida. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, sog'lom mol ko'yish qaytaradi. Buni qarang. Bismillahirrohmanirrohim. Necha kura? 8-chilarni chiqarib. Mana 6 kura lekin. 6 ta, 8-chilarni endi yorgan. Endi yoribdi mana, ko'rib olinglar. Bo'ldi, xohlovchilar 2 ga. Ikkinchi bolasi degan. Ha. Siz xolasiz 2 ga. Bolasini 2 ga olsam bolasi. Uni tepasida siz bilan men turmaganmiz. Alhollarning tishi bosgan yalagan emas aka. To'ppa to'g'ri. Mollar juda ham yosh. Xudo xolsa baraka topadigan. Bolasi buniki xunajin. Ko'paysin. Lekin tutayi zo'r. Bunichi? Ahmad zo'r aka. Ahmadjon suti. Yaxshi baqsa aka sutga ham narsa deyanim. Oq narsa. Sutini bersin, yaxshi bersin aka. Idishini ko'ryapsiz-ku. Beradi. Hali baqmasa suti yo'q-da. Baqqanga sutini beradi aka. Ana bo'lmasa. Yaxshi qarashni sutini zo'r beradi. To'ppa to'g'ri. Xudo xolasa. Nandiroqqa baylaylar, yetalashga ham osonroq bo'ladi. Bu qarang. Mana qancha aytamiz endi Ahmadjon? Aka buni Ha, rasaxo'r ekan-a? Tushirib qo'ydi. Bu qarang. Quruq somonga beradi. Quruq somon aka. Quruq somon yeyapti. Obunachilar, quruq somonga. 8 oylikdan o'tgani bo'lsa aka 20 million, 21 millionga olaveraman. 8 oydan o'tgan bo'g'ozi bo'lsa mashina. 20 million, 21 milliongacha bo'lsa olaveraman aka. Ekrandagi nomerga. Xo'ra bo'lsin, yeydigan bo'lsin. Buni aka ona bolani puli 23,5 million so'm kami bor aka. 23 qilay, laxtana. So'ramaydigan qilib aytdim aka. Ha. 21 milliongacha bo'lsa bo'g'ozi. 8 oydan o'tgan bo'lsa olaman aka. Omali ishi zo'r ekanda, Ahmadjon. O, mashq quruq somon deyapti, buni qarang. Omali. Ahmadjon, bu qarang. Agar birortasiga haqiqiy mehr bilan qaraydigan insonga 15 kunga atalalarni qilib bersa bu mol uka bilqillab ketadi. Mana shunaqa aka. 23 millionga bor deyin Ahmadjon. O'zi aka buyoqda tushib qolyapti. Endi Aytdim-ku, 21 milliongacha bo'g'ozi. 2 million mo bola 2 millionga hozir hisob chiqadi. ha, bo'pti endi keling. Mashina xo'p deyin. 23 million. Juma aka, hammasini aka yengil narxlari. Jon Telefon sog' ozroq o'tib beraman, ko'p emas. Ozgina o'tib beraman. Sizlar yo'llarga yuradi hojina, hojatalar. Sizlar laykni bosing Ahmadjon o'g'lim. Kelishingga duo qilaman o'g'lim deydiganlarga ena bolani 23 millionga hali hech kim qo'ymagan. Meni kanalimda ham, boshqa kanalda ham. Endi bu soni 3-mol, naqalardi. O'zi asli bo'g'oz bilan 5-si bo'ladi-yu, prosta sigillardi 3-si. Bolasini oling aka, mana bola sutga to'ygan. Aha. U 4 litr, 5 litr sutga bu bo'zi bunaqa bo'lmaydi. Naqo yaxshi bo'lsin. Buni qarang. Ahmadjon idirish ham shart emas ekan-a? Idirish shart emas. Buni qarang. Mana qarayapsiz. Voy joni sog' bo'lsin. Yog'asa qo'yib qaymoq. Tani joni sog' bo'lsin. Bu qarang. Bu safargi mollarni olganlar aka hammasi rahmat aytadigan. Suti ham yaxshi. Aha. Endi sutini mancha deb garantiya bera olmayman, lekin suti zo'r. Hammasini ham suti zo'r. To'ppa to'g'ri. Bu suti ham o'zi asli oxiringizda bersangiz beradi, bermasangiz buni qarang. Lekin Ahmadjon mana shu olish juda ham xo'ra ekan Ahmadjon. Hammasini surib qo'ysa. Bu mol siz o'rtaga baylasiz, o chekaga baylashingiz kerak edi. Hali aka olgan odam bir qator tekshirtirib ham ko'raversinlar. Aha.
yuzi qilib bir oydan keyin bir tekshirtirib olaversin. Ha, anaqasi ham bor. Gumon demaymiz, qisirga olsin, bir to'xta tekshirtirib olaversin. Tekshirtirib olaversin. Bo'ldi mana. Ahmadjonda shunaqa narsa bor. Endi aka buni suti zo'r. Ha, Qo'ying aka. sut qo'yib, bolasidan ham ko'rinib turibdi. Buni enasi ko'yish qaytaradi desak, bolasi ham ko'yish qaytarar ekanda. Mana 3 4 8 kurak chiqarib. 3-siga olaversin. 3-bolasi ekan aka. Xo'p. 3-siga. Hozir o'lchamadik, yo'q, o'lchamadik. Mollarda bugun arzonida, Ahmadjonda. Voy joni sog' bo'lsin. Ena bolani 23 millionga qo'yib beryapti, obunachilar. Aka 17 chiqyapti, uni 15 ga ol, 15 plyusiga olaversin. Ana bo'lmasa, 17 chiqyapti, 15 ga behijolat. Ahmadjon, buni ham sutini nima qilasiz? Sizga suti, Suti aka men sutini bilasan deyapman. siz yuvosligiga, yemog'iga, ichmog'iga, turishlariga, quruq somon deyishiga, Somon aka bizda quruq somon. omili qo'yil. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni qarang. Ahmadjon, buni bolasi ham xunaji. Endi. Buni qancha qo'yib berasiz? Bolasi yemayotgan joyiga. Buni qarang. Asosini 23,5 qo'yaylik aka. Ha, 23 di. Inan bilan bir xil bu. Ko'ring aka bolasini. Ha, endi buni ham yemori. Sizni mollaringiz zo'r ekan-da. Aka, aytayapman, qilib ketmaydi. Sizni mollaringizni olgan odam bor-ku. Sog'ib ko'rsin, dumini qimirlatsa aytaveradi aka. Sizni mollingizni olgan odamlar bor-ku. Bittadan bo'zak qo'shadi ekan. Hammasi yuvosh aka. Voy joni sog' bo'lsin. Buni ham yeyish kuchli ekan, Ahmadjon, ha? Bu qarang. Zo'r. Aytdim, maqsad aka bo'yini baland ko'rsatish emas, osishdi. Kallasini ko'rsatish xolos aka. Bo'ldi, 23 qilamiz. 23,5 yo'q. Qaramang, bugun qaramang. Keyingisi qilib beraman aka. 23 ga. Joni sog' bo'lsin, bo'g'ozdan arzon bo'lib ketdi. Xalqim maza qilsin. Bo'g'oz aka 22 million, 23 million mashlar javobda. Bo'lsa, 8 oydan o'tgan bo'lsa aka, mana o'zim qo'ydim mana shu 19 million qo'ydim mana shu aka. ha? Yana bir oydan keyin shunday yelim qo'zib qolsin aka, 22 milliondan kamga bermaydi ashxonajimda. O'zimdek o'ylab qarasangiz, hozir bo'g'oz qimmat-da, Ahmadjon. Bo'g'oz qimmat aka. Bolalar arzon undan ko'ra. Shuni aytyapman-da. Endi mana sut ko'p beradiganni qarang. Haqiqiy bola ham ola toshgan zebolar ekanda. Bolani qarang. Ruqqa qo'yilgan ekan. Yo'q, bu qarang, mana. Yuvoshligidan umuman muammo yo'q. Yuvoshligidan aytayapman, nevaralari kelib sog'ib ko'rsin. O'zi emas, nevaralari. Akilori. Ajjoni sog' bo'lsin. Kurashchilarni ko'rsatinglar, Ahmadjon. Buni kurashchini ko'rsat. Endi oxirgi molimizni ko'proq bonus qilib berasiz, Ahmadjon. Shuni ko'rib qo'yinglar, lapatkiligini. Mana qarang. Bo'ldi, zo'r 8 kurak. 8 kurak tishi. Vaqti to'ldirgani emas aka. Naglar hali tenglamagan 8-sinchi. Ha, mana. Buni metr solmading, metr cho'ntagingizdan? Mana. Metr aytdi ekan, qarang. Yuvoshligi hamma mollari yuvosh. Hamma mollari qo'li yengil inson olgan odam baraka topadigan. Xudo xolasa molidan olgan odam baraka topaveradi. 120. 120 ga olaversin, 20 plyusi deysan. Bo'ldi, 120 plyus. Ahmadjon, pul aytishimiz oxirgisi shu. Bitta mashina o'ylaganingizdan 1 million arzon aytasiz. Talashmayman. Bo'ptimi? Nima deysiz? Yeching. Yechavering. Ahmadjon, ana, haqiqiy molda oxirida. Buni ko'ring aka. Baklarni ko'rsatib qo'ying. Bolani ham bitta ko'rsatib qo'ying. Bolani ko'rsa, bola urug' aka. Voy joni sog' bo'lsin. Bolani o'zidan aka 10 millionning tepasida oladi. Xudo xolasa. Ha, bo'pti, siz endi arzonroq berasiz, nomingizga yarashib. Xudo xolasa aka. Ahmadjon, oxirgi molni yaxshigina ayting. Suti nechta buni? Aka, suti seroq aka. Ha. Manchal yarim hali yolg'onchi bo'lib qolmay. Mana bolani ko'ring. Bolani o'zi aytadi aka, sut qancha. Boladan bilib ol. Buni ham Tepani 4 litr 5 litr sutga bola bunaqa bo'lmaydi-da. Ahmadjon, yomon yedigan mollaringizga ko'z tegmasin. Mana aka. Quruq. Ularga silyoz ko'kotlarni paylab berib qo'ysiz, o'ta ana bo'lib ketadi. Yo'q. Qancha aytasiz? 25,5 million kam bor aka. Ha, yo'q, boshqatdan ayting. Endi 10 millionga 15 million bo'lyapti. Ha, bo'ldi, arzon bo'lyapti-da sizda. Boshqatdan ayting. Bor bir. 25 ham kami bor aka. 25 million so'm kami ham bor. 24,5 kami bor. 24,5 kam bor. Nima deysiz? 24,5 ga nima deysiz? 24,5 ga telefon qilsan aka. O'tib berasiz. O'zi 25 deyatdim. Endi o'tib beraman aka. 24,5 ga sotaman deyatdim, to'g'risi. 24,5 ga sotaman deyatdim. Telefon qilsan aka 24,5 ga ozgina o'tib ham beraman aka. Yana o'tib berasiz. Masinasini aka bir olib maza qilsin, 24,5 million so'mga ozgina o'tib ham beraman aka. O'zi yuraydan. Bonus bo'lsin. Ko'proq o'tasiz shunaqada. Bo'ldi aka, telefon qilishaver. 24,5 ga ko'proq o'tib telefon qilay, ena bolam, hech joningiz sog' bo'lsin. Nima dedinglar?
Bunaqasini haqiqatdan bozorda ham bermang. Aka foydasi bo'lmasa ham bonusi bo'lsin, maza qilsin aka. Olgan. Joni sog'isi. Olsin, maza qilsin, duo qilsin. Qalay bo'ldi? 24.5 ga o'zi ko'proq o'tib beraman dedi. Mazilda aytdim, biz bugun marhamatli chapa ipiga yetib kelganmiz. Arzonchi Ahmadjonlarning xonadoniga. Telefon qiling, uyingizda mollarni kuting. Sizlar sog'ingan video bo'ladi. Laykni bosganlar uyda to'la tosh kelsin.